Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men oldi bilan kitap o'qish munbiriga tizimlatib, biz tayyorlagan asarlarga diqqat berib kelayotgan har biringizga rahmat aytaman. Ondan agar tizimlatmagan bo'lsangiz, tizimlab qo'yishni unutib qolmang. Ondan emgekimizga hurmat qiling, bizdan so'ramay munbirimizdagi asarlarni ishlatmang. Rahmat. Koronavirus bütün dünyada degidek tarqaldı. Avropada bundan bir aylar ilgari kishilarninki xiyolga kirib chiqmagan bu virus bugungi kunda bir ofat tariqasida har qaysi davlat rahbarlarining jiddiy tadbirlarini qo'llanib, xalqni bu ofatdan saqlab qolishninki qo'yiga qo'ydi. Şu sebeplik hammamiz uyda o'tirishqa, ko'p qismimiz uyda o'tirishqa, jiddiy ishimiz bo'lmasa sirtlarga chiqmaslikqa buyurildik. Menimcha bu bir nihoyatda yaxshi tadbir. Har birimiz bundaq tadbirlarga, belgilemelerge amal qilib, o'zimiz yuqumlanib qolishdan va boshqalarni yuqumlantirib qo'yishdan hazar aytishimiz kerak. Hammamizga salomatlik yor bo'lsin. Kitap o'qish munbirimiz bundan ilgari har haftada degidek birdan asar yo'llab kelib atatdik, ammo hozirgi alohida sharoitni ko'zda tutib, kuniga yarim soat roman o'qib berishni o'rinlashtirdik. Chunki uyda atdigandan kashkicha nima qilarini bilmay, to'ttamning ichida oyinlab yurish undaq osonga tushmaydi ekan. Albatta, har biringlarning har bir kunini xoshal-xoram, ahamiyatli o'tkazayotgan bo'lishinglarni tilayman. Men sizlarga Xalida Isroilning Kashmish nomli romanini o'qib bermoqchi. Ilgari kitap o'qish munbirimizda singlim Mehray Rahman Oltin Kash apayning Oltin Kash nomli romanini o'qib tayyorlagan edi. Bundan bir oylar ilgari men apayning Ona daryoni izlab nomli ziyorat xotirasini o'qib diqqatingizga sungan edim. Xalida apay nurg'unlagan yuqori badiiy qimmatga ega hikoya, povest, nasr va nurg'unlagan obzor maqolalarni, muhokim maqolalarni e'lon qilgan. Xalida apay 1952-yili 10-oyda Qashqarda bir xizmatchi oilasi dunyoga kelgan. 6 yoshida uydagilar bilan birga Oqsuq ko'chib boradi. O yerde başlangıç mektepte okuydu. 11 yaşında ailesidekiler Xotan'ga yetkilib baradı. O yerde toluq o'tirni bitirgandan keyin 1972-yili 20 yaşında Markaziy Millatlar institutiga berib o'qiydi. 1975-yili maktabni bitirib, Xinjiang gazeti idorasiga xizmatga tushdi. Taki pensiyaga chiqqan qadar, ya'ni 2007-yili 11-oyga qadar Uyg'ur tahrir bölümüde muharrirlik bilan shug'ullanadi. Xalida apayninki asarlari vatanda nihoyatda danliq, nihoyatda qizg'in olqishlangan asarlar. Men apayning romanini o'qishdan ilgari Allohdan apayga salomatlik, uzun umrlar tilayman. Ma'qul amsa romanni boshlab etdik. Kashmish nomli bu roman Qashqar Uyg'ur nashriyati bilan Xinjiang elektron unsun nashriyati tarafidan 2011-yil nashr qilingan. Mana bu apayning surati. Bu roman jami 3 qism 36 bob. Men har kuni yarim soatlar atrofida o'qib berishga tirishaman. Ma'qul amsa boshlaydik. Birinchi bob. Taklimakan qumliqining xeyli ishkirisida jiroqlargacha bir-biriga tutishib ketgan obat yurtlarning chegarasi bo'lgan qadimiy bozor bilan bepoyon mudhish qumliq orliqida osmon palak bo'lib pirqiraydigan qo'yun tunurning taptidak vilildab turadigan harorat va sirliq olbunlar orasida
Eqib bir yerlerge kelgende kum astıda gayip bulup ketadigan derya eqinining ayıgıda qaçan, qandaqlarcha payda bolğunini kişileri bilmeydigan, zümrütdek çaqnap, julalınıp turadigan yap-yeşil tabiiy ormanlıq var. G'arbdan sharaqqa qarab so'zilgan o'rmonlikning markazida baraqsan o'sib, giralishib, bog'u iramdak xiyobonlik hosil qilgan so'gat, seda, yovi yamoqlar atrofga kengaygancha shalanglab, jiroq-jiroqlarga qadar tutishib ketgan to'g'roq yulg'unlarga o'rin berdi. Yaz aylarda yulg'unlar qip-qizil bo'lib çeçeklab, atrofga haddi hisobsiz gül bergilerini töküdü. Şamal boranlar yulg'un çeçeklerini uçurup hamma yerga yayganda, zimin xuddi Hasan Hüseyin rangli hiliyle artıb algandek xiyoli tus oldi. Bu yerning kuz oylari sürlük hem saltanatlik. Yeşillik bilen qum boranning hayat mamatlik ilişi rahimsiz tusda ifodalanib, jangdan keyinki xarabilikka o'xshab qolgan o'rmonlik, qumsam chatqalliq va do'ngliklarda to'g'roqlarla g'oliblarcha qad ko'tarib turadi. Bo'libmi kash ko'zda bo'ron chapqunda tovlanib pishgan sap seriq yo'pirmoqlari bilan to'g'roqlar ba'ayni rivoyatlardagi oltin daraxtga o'xshasa, zimin go'yo oltin tangilarga ko'milib yotgandek ko'rinadi. Yil bo'yi bog'u eramdak xiyobonlik ichida to'p-to'p yovi o'shka, kiyik, jaran, yovi qulonlar o'tlaydi. Shoxlarga qo'nib olgan qushlar tong sahardan kashkicha chong keltirib sayrashadi. Bulaq sularının hasıl bolğan sazlıqda sanaqsız su quşları qiyg'itib özüşüdü. Yoki şat avazda çuvulduş, kök kötürlüdü. Keçileri qumluqning ishkirisidan yav töge, qavan, yilpiz, böre, tölkiler kelidi. O g'animatları bilen qo'rsaqlarini to'yg'izib, bulaqlardan su içib, o't chöp ustida so'zilib yetishidi. Gahida qarang'ulashib turgan to'g'roqlar orasida qumluq shohi yo'lbosning Hasan Hüseyindak rangdor ham mag'rur qomati chaqnab qoladi. İnsanlarning oyoq izi paydo bo'lishidan ilgariki uzoq asrlar davomida Bayavandagi bu bog'u eram ana shundoq jahondan pinhon holda mavjud bo'lib kelgan edi. Qaçanlardadır, aşu xiyobonlikda, to'g'roq seydilarning ostida 10 necha uylik kichikkina bir mahal paydo bo'ldi. Bu mahalla sirtqi dunyoga noma'lum bo'lganligi uchun uning nomi yo'q edi. Nagan-naganda bu yerdan o'tib qoladigan boylik izlaguvchilar bilan o'tinchilar bu yerni to'g'roqlik deb atashadi. Mahalladagilar bo'lsa azaldan sirtqa chiqmaydiganligi uchun bu yerni yurt, mahalla deb qo'yadi. Mahallaning beshidagilar oyoqdagilarni soybuloqdagilari yoki o'shka buloqdagilari desa, oyoqdagilar boshdagilarni to'xtog'inning buliqidagilar deyishadi. Xuddi shular aytgandek, bu yurtni ko'kartib, hayotiy kuchga ega qilib turg'ini daraxtlarning yiltizdan qaynab chiqqan buloqlar edi. Cho'nglarning aytishicha, buningdan ko'p yillar ilgari To'xtag'in ismli bir yigit bilan uning ayoli Xurjun qochilarini yudib, mush yerdan o'tib qopdi. Harg'inlik va ussuzlikdan darmonsizlangan bu yosh xotin yeşil maysalar ostidagi süp-süzük buloq suyini ko'rib, to'xtab hardi qopdi. Yuz ko'zni yuyib, muzdek buloq suyiga nonlarni chilab yeb, daraxt soyasida yetib, uyquga ketibdi.
Bu dünyanın renç müşakkatlerini unutup, kapırıp, yara baskan putlarını, argın tenlerini sozup, şunçilik tatlık uxlapdı ki, günün neç qitim olturup, neç qitim kötürülgenligini duymaptı. Balalarını əgəşdirib alğan bir cüp erkek kişi yolvasının özlerinin etrafını çörgilep, purap görüp, ahır zerkip ketip kalğanını mı duymaptı. Oyğanğan çağlarda köngüllerinin başqaça yorup, azadilişip, putqollarının canlanıp kalğanlığını bayqaptı. Ular xorjununu qaqqanda düşüp kalğan bir tal buğday uxlap qopqıça arlıqta yıldızlap, bıq sürüp, bir g'eriç üsüp kalganmış. Bu bulaq suyunun karametinden iken. Şunun bilen ular bu yerde turup qaptı. Ular toğraq ve yulğun şehini örüp, bulaq boyuğa öy saptı. Bu bulaq keyinki vaqtlarda Toxtağınның buluqi dep atılıptı. Қалған iki bulaqdın yolvas, qavan, yavı töge, yavı öşke ve uçar kanatqa oqşaş can canavarlar su içideki. Yaş erxotun öşki bilen tögelerini tutuşunun amalını tepipdi ve kolga köndürüp beqishqa başlaptı. Yer içip buğday teripdi. Ularning töge öşkeleri yıldan yılga köpüyüp, Eğil qotanğı patmay qaptı. Ziraat tereydiğen yerleri jıldan jılga kengiyip, hal oqdi barğan sir yaxşınıptı. Yıllar şu tərizde ötüp, arqa-arqadan toğulğan balaları ösüp, çoğ boptu. Çoğ oğlu Turda Ahun 14-15 yaşlarga kirip, etis eriqning işini qoluğa aptı. İkinci oğlu Qutluq Ahun çarvı malga egi boptu. Kızı Maysxan anısıqı yardımlaşıp öy işlerini qılğaş, kiçik ufqalarını baqıdı eken. Qutluq Ahun 13 yaşqa kirgen yili bir günü ətigəndə gızalanıp, iki nanını belige tөгüp, öşkelerini haydap çıkıp ketken eken. Gün qayrılğanda birdinla hava tutulup, qattiq boran çıkışqa başlaptı. Oğul keçiş qaytıp kelmepti. Әтісі өйдекілер оны іздеп çıkıp, çeçilip ketken öşkelerini tepip elip kepti. Ama oğul axtı mı yok, köktü mü yok iken. Ular oğlanı yolvas yep ketken meken dep endiş qilishipti. Ama etraftan kan izi yoki birer parça ustixon uçurmaptı. Onun üstüge toğraqlıqda adamlar payda bolğandan tartıp, yavayı hayvanlar azıyıp, qarısını körsetməs bolup qalğan iken. Ular gün, ay, yıllarını Qutluq Ahun'u kütüş bilen ötküzüptü. Anısı her günü mahalle beşedeki döngü çıkıp, oğlum kelip qalar mıken dep jiraflarga telmürüp qarap durad iken. Keyinki yıllarda kişiler əşi döngni ağıça döng dep atışıptı. Yeni yıllar ötüptü. Bu pinhan mahalle jirak yakından ezip tezip kelip qalğan musafirlar, harğan aşqan cahan zulmüdün, bendilerinin vapasızlıklarıdın toyğan dertmellerini sehilik bilen kuçuğa aptı. Ularning içide iki kegizçi, biri babkar, yana biri rababçı bar iken. Keyin kelgenler saybulaq etrafıga makallaşıp, yer içip teriqçilik qılıptı. Yoki çarvı mal beqipti. Öşkü bulaqni bolsa, can canavarlarga qaldırıptı. Ular, biz kelmesde bu yerning egisi can canavarlar iken, ularning rizqiga topu çatsaq, Xuda rava görmeydi, deyişedi iken. Köçet tiken adam cennetki yıqın boludu, deyişip, köçet tikip, bağ bina qılğan adamni ve deldereq gülgiyahni uluqlaydı iken. Köp kısım kişiler eğillardaki bir neçe öşkisi ve bir iki tağar buğday qonuqığı şükür qılıp, tapqınını senin menin demey, inak yaşaydı iken.
Ular bir-birining mijoz xulqini obdan bilib qolmay, kimning uyida nemisi, sanduqida nech tangisi bor ekanligigacha bilishgashga, uylarning ishkiga qulub selinmaydi ekan. Uzoq qish kechalarida, bo'ron chiqqan kunlarda biror uyga yig'ilib, ishik to'nglikni mahkam taqab, qadimki jangnomalarni, mungluq naqsh qo'shoqlarni, murodiga yetolmagan oshiq ma'shuqlar, odil podshoh va zolim podshohlar to'g'risidagi tugumas cho'chaklarni aytishib, beshidan o'tgan ishlarni so'zlashib, gohida qumliqning o'ttirsidagi ba'zida paydo bo'lib, ba'zida yo'q bo'lib ketadigan g'oyib shaharlar, u yerlarda band qilib etilgan dafni dunyo oltin kumushlarning orminini qilib kun o'tkazishdi ekan. Bepoyon dengizdagi yegona orolga o'xshab ketadigan yurtidan jiroqda texmo bepoyon dunyoning mavjudligini, u yerlarda xon podshoh, bak xo'jalarning yer zimin, boyliq, huquq talishib, urush jadal qilishib turadiganligi, bechora fuqarolarning qani daryo bo'lib oqadiganligi, yig'iliq, zulm zo'rliq tufayli yurtlar vayron bo'lib, etis bog'lar qoqjirab, hamma yerni osh yalang'och tilamchilar qoplab ketganligini anglagan chaqlarda bo'lsa, cho'chak anglayotgandek bo'lib, ko'rayotgan kunlarga shukr qilib, yaratgan Xudodan bir-biriga xotirjamlik, bolavoqlariga halol niyat va insof tilashidi ekan. Yer jahon illib, havo ichilgan kunlarda tabiat bilan tang jonlanib, tirikchilikning tugumas mehnati bilan band bo'lishidi ekan. Kunlar bir xilda yo'rg'ilab o'tib, kechalarni kichiklarni cho'ngaytib, cho'nglarni qiyritib, qiyirlarni biridan ikkidan u olamga ilib ketaveradi ekan. To'xtaxon 40 yoshdan oshgan chog'larida o'g'illari bilan birlikda ilgariki qumush bilan yepilgan oddiy masjidning o'rniga xeyli cho'ng ham mustahkam bir masjid soldi. Masjid bitganda to'giga minib, bir xurjun non, bir qapoq suv bilan chiqib ketib, biror oy bo'lganda bir ma'zinni boshlab ketdi. Ma'zinning orqasida ayoli bilan qizimi bor ekan. Ma'zin buğday o'nglik, yumshoq ovozda ittik so'zlaydigan xushbel odam bo'lib, ular mahallaga o'ltiraqlashib, nihoyatda tezla o'zlashib ketibdi. Shuningdan tortib, bu pinhon yurtda ma'zinning mungluq ovozi yangrab, kishilarni islom dinining farzlarini vaqtida ado qilishga undaydigan bo'ldi. Ikkinchi atiyozda 3 kech kunduz bo'ron chiqibdi. Bo'ron to'xtagan kuni kishilar uylaridan chiqib, mahallaning chetidagi qumushliqda bir kap paydo bo'lib qolganligini ko'ribdi. Bu kapa xuddi qadimdan mushu yerda mavjuddek nihoyatda ko'na ekan. Ular kapining atrofida uzoq saqlab, qop-qora chiroyini chechak izi besib ketgan. Yo'g'on beshi xuddi mo'risiga patirib qo'yilganda ko'rinadigan, qilin yog'liqning oldidan salborab ketgan sochlari chiqib turadigan bir ayolning uydan chiqqanligini ko'ribdi. Uning atrofida bo'yniga qo'ng'iroq esilgan bir o'shki bilan 5-6 mushuk agishib yurishidi ekan. O'shkining bo'ynidagi qo'ng'iroq to'xtamay jiringlasa, mushuklar surlik ovozda miyanglab odamlarga qarab tishlarini hengoytishidi ekan. Ayol beshini ko'tarib, dum peshonasining tegidagi olg'ay ko'zlari bilan odamlarga shundoq bir qarg'an ekan, odamlar qo'rqqanidan pitrab ketishibdi. Ular uni Sulaymon payg'ambar ko'ziga band qilib atgan diva, bo'ronda uchib kelgan Yajuji Majuji deyishibdi. Shundan e'tiboran kishilar qumushliq tarafga yo'lamaydigan, bolalar yig'lasa, qumushliqdagi tishi dibiga berib etaman deb qo'rqitadigan bo'ldi. Uzoq o'tmay kentda g'alati bir kasal tarqalibdi. Kishilar buni
aşı ayaldan körüptü. Ama o ayal bir xil ösümlük yıldızını qaynatıp içirip, dap çelip, boynuğa qo'ng'aroq esilgan o'shkisi va mushuklari bilan peri o'yintib, kesal bo'lib qolgan odamlarni bir-birlab saqaytibdi. Ana shundan keyin kishilar Oyishxon ismli bu baxshi ayoldan qo'rqmaydigan, og'riqsizlaq bo'lib qolganlar, jangalda mollari yutib ketganlar, erga tegadigan, xotin oladiganlar, qapqi tartgan, tushi buzilib qolganlar uni birdan, ikkidan izlab bordigan bo'ldi. Kent bo'yicha ma'zinla unaqa ishonmaydi ekan. Masjidda baxshi daxonga ishonganlik Allohning yo'lidan chiqqanlik, imonsiz baxshining do'risini ichish shaytonning suydigini ishganga barobardir deb va'z etib, kishilarni Oyishxon baxshidan jiroqlashtirishga urinadi ekan. Kishilar ma'zinning oldida uni imonsiz, shishliva deb tilisimi, biror ishga yo'liqsa, yanala Oyishxon baxshinikiga yuguradi ekan. Bo'libmi ayollarga amal yo'q ekan. Ikkinchi bob. Bir yili kuzda bo'ronda yo'qolib ketgan qo'ylarni izlab chiqqan podichilar qumliqdan hushsizlanib yiqilib qolgan ikki odamni ko'tirib elib keldi. Bütün a'zoyini to'pi bosgan, lavlarini gaz bog'lab, o'lik singa kirib qolgan bu odamlarni Oyishxon baxshi bir qish boqdi. Uning qonsiq turaydigan yildiz qaynatmasi, o'zidan boshqa hech qanday kishi bilmaydigan, jin qo'qlaydigan oyatlar, ko'rgan odamni qo'rqitib, jinini oladigan peri o'yinlari ularga asta-asta ta'sir ko'rsatdi. Ular o'shiga kelgan dastlabki vaqtlarda ertadan kechgacha ko'zlarini chaqchaytib, bir nuqtaga tikilib o'tiradi. Ba'zida turibla lag'ildab titrab, chirqirg'inicha o'zini har yon etishga boshlaydi. Bu holat xeyli uzoq davom qildi. Bir kunlarda ular tamoq, suv so'raydigan, atrofdagi odamlarga ajablanib qarab, ularning savollariga javob beradigan, bara-bara boshqalar bilan paranglashadigan bo'ldi. Ular o'rnidan turib, talog'i chiqqudak bo'lganda, kishilar ularning put-qo'llarining odatdagi odamlardan uzun bo'lib qolmay, chiroyining bir-biriga o'xshaydiganligini bayqashdi. Ularning so'zlab berishicha, ikkisi akufka bo'lib, aslida cho'ng bir daryoning bo'yiga joylashgan nihoyat obod yurtda yashaydi ekan. Kichigidan yo'l mengishga mohirligi, boshqalar 2 kunda bosadigan yo'lni yarim kunda besib bo'ladiganligi uchun yurtida Hasan Husayn Shotir deb atalgan ekan. Bir kunlarda shu atrofdagi bir necha boy birlashib, madikor yollab, qumliqdagi g'oyib shahardan mol dunyo tepib kelmoqchi bo'ldi. Cho'nglarning ko'p ishlarni beshidan kechirgan kishilarning to'sishi, nasihatlarga qaramay, yurtiga nazir berib, ot to'ga eshaklik cho'ng karvonni boshlab, qumliqqa yurish qildi. Hasan Husayn Shotirlar ana shu karvonning sepida ekan. Karvan tecrübelik yol başlıqçılarının yetaklışı bilen közlegen manzilga oңushliq yetib beribdi. Ha degandila hamma ish oңushliq bo'ldi. Bayliq izlaguvchilar qumliqni ko'lagancha ko'z oldidan bir-birlab namoyon bo'lgan, qatori ketgan uy, imorat, ibodatxona, saroy, bozor maydonlarini ko'rib, ahli lol bo'ldi. Hasan Shotir dastlab turgan yeridagi qumlarning shirildab bir yerga tushib ketayotganligini ko'rib, darhol katman bilan atrofidagi qumni ko'labdi. Katmani qattiq bir narsaga tekkanda qarasa, u bir uyning to'ngligi ekan. To'nglikdan uyga sakrab tushibdi. U to'rt temida bog'u eram, hur parilarning rasmi sızilgan shundoq bir yasidoq uy ekanki,
Çimenlikdə sular şıldırlap eqib, quşlar sayrışıvatqandek. Dəl dərəxlərdəki yel yemişlər tokkıda yerge düşüdüğandek. Rəngdar qəsrlərdə bütün iştiyaqı bilən saz çalavatqan sazəndilərinin sazları yangrab, usul oynışıvatqan bulutlar arasında pərvaz qilishıvatqan hür pərilər kişiga qarab cilve qılıvatqandek tuyulur ekan. O bulundaki kemirlik ishikdən yana bir uyga kirib, ocaq aldıda o'ltirgan peti qetib qolgan dedek ayolni, böşükdə uxlavatqandek yatqan bovoq bolani ko'ribdi. Eng ishkirdagi yepak perdeler bilen bezelgen bir uyda qizil hil-hila chimildiqning ichida hozirla uyquga ketgandek yenichi yatqan bir sohibjamonni ko'rib, hushidan ayrilgudek bo'ldi. Uning qosh kirpiki tovlanib, uzun chechi badaniga yepilib turdi ekan. Peshonasidagi qizil xoli, chash, bo'yin, belak pochoqlaridagi oltin, kumush, go'har yoqutlar rang-rang yelinjab yenib turgandek ko'rindi ekan. Hasan Shotir, "Oh, yuragim" deb bir hazar turib ketib, o'zining nima qilmoqchi ekanligini nihoyatda uzoqda esiga oldi. Titrab turgan qo'lini uzitib, sohib Jamolning bo'ynidagi yoqut bezakka qo'lini takkuzishi bilanla ayolning vilildab turgan kiyimlari bilan tomirlari lapildab so'qib turgandek ko'rinadigan teni purradi to'sib, ko'z oldida bir döve oppoq ustixon qopdi. O hushini yo'qotib qo'ymaslik uchun o'zini ching tutib, qo'rqinch va vahimani yengib, ustixonlar orasidagi oltin, kumush, go'har yoqutlarni terib qo'yniga soldi. Uyning to'rt temidagi naqshlik uyuqlarga qog'ozdek sipti so'qilgan kumush lo'nqa, patnos, chini chaynaklar, oltin tovoq, qadaklar, suzuk, esil toshlardan yasalgan ajoyib, g'aroyib ko'rkam jabduqlar tizilgan ekan. Bularning qaysi birini elishini bilmay, Hasan Shotirning ko'zlari aloq-jaloq bo'ldi. Uni elib, buni qo'yib yurib, bir oyuqdan chaqqangina qizil rangli sandiq tepib oldi. Sandiqning ichida liqqida oltin tangi bor ekan. Tangilar xurjunning ikki ko'ziga to'libdi. Qo'yun yonlari xurjuni to'lib ko'tarolmagidek bo'lganda, xo'shalliqidan qin-qiniga patmay, topqonlarni boshqalarga ko'rsatmoqchi bo'lib, to'nglikni izdasa, to'nglik ko'rinmabdi. O har tarafga chepib chiqib ketgudek yo'chiq izdabdi. Izda chip-chip terlab holidan ketibdi. Dastlab kirganda o'ziga qarab jilva qilibatganda ko'ringan hur parilar endi ko'zlarini chaqchaytib, qo'llarini uzitib, uni bo'g'moqchi bo'layotgandek. Uchar qanot jon jonivorlar og'zini yo'g'on ichib, uningga xiris qilayotgandek bilinibdi. Qo'rqinidan log'-log' titrab, o'lim ko'ziga ko'rinib, singan nenimni yeb o'ltirmay bu yerga nima debmi kelgandiman deb Xudoga nola qilib yig'labdi. Oxiri yodiga kichik vaqtlarda cho'nglardan anglagan so'zlar keldi-da, qo'yun yonlaridagi oltin, go'har yoqut, xurjunlaridagi tangilarni chiqarib olgan yeriga qo'yibdi. Shu chaqdala yeniklashgandek, ko'ngli oromiga tushgandek bo'lib, "Oh Xudo, ishimni o'zing oson qilg'aysan" deb o'zini tashlab yetibdi. Ko'zi salla uyquga ketgan ekan, xuddi biri "Ko'zingni och" degandek bo'lib, ittik ko'zni ochsa, bosh ostidagi to'nglikdan yipdek so'zilib qum tushib-atqudek. To'nglikdan ko'rinib turgan bir parcha osmonda yulduzlar jimirlashib turg'adek.
O bir amallarını qilib, töngülükten chiqib aptı. Üstüge chiqib, her yanğa жүгіріп, ukisi Hüsen Axunның və həmrahlarının etini toğlab, heç nəticəyə erişəlməbdi. Axır, ularının izini boylab, osmon pələk qum barxınının bir burcugitin qum astidagi ibodatxonaga tushibdi. Sürlük qarışib turgan but sanamlarni, mehrobga tizilgan oltin qadah, oltin taxsa ko'jdanlarni, butlarning oyg'ida yotgan oppoq ustixonlarni ko'ribdi. Ufqisini izlab, uyma-uy orlab, oxiri o'rilib ketgan tomning ostida yotgan bir bo'lak hamrohlarni uchirtibdi. Hammasining xurjunlari, qo'yin yonjiqlari mol dunyoga to'lgan, ammo jonlaridan ayrilgan ekan. Ularning orasidan ufqisini tepib oldi. Tinglab ko'rsa, yuragi bilinar-bilinmas so'qiyotgan ekan. Ufqisining qo'yin yonchiqlaridagi oltinlarni elib tashlab, ko'tirib sirtqa elib chiqibdi. Og'ziga suv temitib, hushiga keltiribdi. Ular tirik qolgan hamrohlarni tepib olish umidida yana bir kunni o'tkazibdi. Oxiri umidini uzib, yaqin atrofda o'tlab yurgan to'gilarni tepib, hasrat, nadomat, Olla to'g'i bilan kelgan yo'liga ravon bo'ldi. Biroq mingib yo'ldan esib qopti. Uni oz degandek bo'ron chiqib, yer jahonni qum to'zab qoplabdi. Ular peshonimizga mo'sh yerda o'lish bitilgan o'xshaydi. Da alak mullalarni hukmillarni aytib turganda to'satdan aksining xiyoliga bir ish keldi. Ukan, yoningda biror narsa qolganmidi? Bo'lsa tashlab qo'y, debdi. Ufqisi po'tisidan bir oltin qo'shiqni chiqarib tashlabdi. Bo'ron asta tinchib, jiroqda o'kar yulduz ko'rinibdi. Akufkaning hikoyasi mahalladagi hamma odamga yodi bo'lib ketdi. Odamlar bir-biriga qayt so'zlab berishadi. Anglag'uvchilar boshlarini to'van selishib, jimjit o'ltirib anglaydi. Anglab bo'lib, bir-birining ko'ziga qarashdan qo'rqib, yana bir pas jim bo'lishib ketadi. Bu ularning ko'nglidagi vasvasini basolmayotganligidan, yuraklarni tatilab o'yinayotganligidan, qandaqdir bir tuyg'u bilan qo'rqinch o'tirsda tengirqab qolganligidan edi. Oyshan baxshi xuddi ularning ko'nglidagini bilib olgandek ko'zlarini alang-bulang qilib, tishsiz og'zini maqildatib, "G'oyib shahar deb bekor demaydi. Egisi bor shahar u. Ulug'lar band qilib aytgan, azaldan u yerga borgan odam sog' kelgan emas" deydi. Ma'zinmu har qitimqi namozda "Ulug' Xudo, ojiz bandalaringning diliga insof, shukr, qanoat ato qilg'aysan. Ularni ezutqu bilan yomon niyatdan saqlab, aql hush, aziz jonlaridan judo qilmag'aysan" deb duo qiladi. Akufka shotiri to'g'raqliqda turib qoldi. Xosiyatlik buloq suyini ichib, cho'ng bo'lgan buloq ko'z sopdil qizlarga o'ylinib, bola-chaqiliq bo'lib, o'tgan kunlarini unutib, xotirjam tirikchilik bilan bo'lishdi. Onda-sonda mahalladagi cho'nglarning, xotin haqlarining yoki bolalarning ehtiyoji uchun jiroqdagi bozorga berishga majbur bo'lganlarida tug'ilib o'sgan yurtda ilgiriki turmushi asrga kelib qoladi. Ammo ularni cho'l bayovonning o'ttirsidagi bu mahallaga bog'lab turadigan narsalar bak ko'p edi. Necha kunlik yo'lni bir kunda bosadigan bu shodi-bachaq odamlarni mahalladagilarni yaxshi ko'radi.
Ular ah көңіл, işcan, başqalarga yordam qilishga xushtar bo'lib da qolmay, ko'rgan bilgini mahalladiklardan ko'p edi. Ham ularni vaizlardek qiziqarli qilib so'zlab beralaydi. Ularning paydo bo'lishi to'g'riliklarning turmushini beyitib, ularda tashqi dunyoga nisbatan qiziqish paydo qilgan edi. Her qitim aka yoki ukşatır yiroq safardan kelganda uyiga bir muncha odam yig'ilib, uning tashqi dunyoda ko'rganlarini so'zlab berishini toqat bilan kutib o'ltirishadi. Yeb ichib, uxlab, hordiq chiqqan Shotir memnunluq bilan kerilib o'ltirib, bozorda ko'rganlarini, chorva mol, oshliqning narx bahosini, odamlarning nima qo'yda yurishganliklarini, kishilarning og'zidagi qiziqarli ko'ni yangi gaplarni ujuru-bujurg'icha so'zlab beradi. Bir qitim u Oqsuv degan bir yurtda Darin, Ombal, baglar birlashib, puhrolardan qandoq qilib pul julib boy bo'lishning maslahatini qilishganligi. Biri hayyorning odam beshiga cho'qi beji deb bir tangidan, uy beshiga tuz beji deb bir tangidan pul qo'ymaydimi degan maslahati yarab ketib, shu bo'yicha puhrodan pul yig'ib, pulni cho'ntikiga tiqishqoldir. Yana bir yurtdagi bir odil amaldor bu ishni Çin davlatining xoniga ma'lum qilganda, xon men nasoralar bilan bo'lib ketib, u tarafdagi puhrolarimdan xabar ololmabdiman. Mening puhrolarim jafoda qopdi deganligi. Bu ishni tekshirishga odam avatib, tekshirib aniqlagandan keyin 72 Darin, Ombal bagni mansibidan ilib tashlaganligini shundoq ta'sirlik qilib so'zlab berdiki, o'ltirganlar dunyoda mushundoq odil podshohmi bor ekan deb tahsin o'qishib ketishdi. Va shundan keyin namozlarida ulug' Çin xaqonining shon shavkatining texmi ziyoda bo'lishini, davlatining qudrat tepishini tilaydigan bo'lishdi. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qib beray, davomini erta o'qib beray. Xayr xo'sh, aman bo'ling.